Qurib sotuvchilar uchun yaxshi variantimiz chiqib qoldi. Chilonzor Beshqo'rg'on mahallasiga kelganmiz. Fasadi 40 metr, ichkarisiga 16 metr ketgan uchastkamizni obzorini qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu yer hisobida sotilyapti. Fasadi 40 metr, mana shu darvozagacha. Ichkarisiga 16 metr kirgan. Yer hisobida sotilyapti. Obzorini qilib beramiz. Mana uyimizning ichki qismini ko'rishlaringiz mumkin. Yashab turadigan bir minga uylari bor. Buni buzib tashlab, xohlasanglar xohlagan qanaqada ishlatish mumkin. Qurib sotuvchilar uchun juda zo'r variant. Bu mahallada sotuvini 40 ming dollardan deb turishgan ekan. Bizning kanaldan kelsanglar, sotuvini 32 ming dollardan berib yuborishar ekan. Bemalol telefon qilib baraka qo'rsanglar bo'ladi. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun Kvartira Plus uy bozori kanaliga podpiska bo'ling. Uyimizning yonida shundoq maktab, bog'cha hamma narsa joylashgan. Eng qiziq joyi Ravshan Komilov bilan qo'shni bo'lasiz. Bosib boring. Aytgancha bu uchastkamiz barterga ham berilar ekan. Shaharda Yunusobod va Chilonzor tumanlaridan 3 xonali yoki 2 xonali uylar bo'lsa, bemalol barter qilib ustiga qo'shiladigan summasini kelishib olsanglar bo'ladi. Pastda egasining nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib gaplashsanglar bo'ladi.